O'to'la qalaysizlar, sizlar bugun sizlarga ofisimni ko'rsataman. Qayerda trade qilaman, qanaqa trade qilaman, YouTube'ga sizlarga foydali videolarni ham oladigan studiya, hammasini sizlarga hozir ko'rsataman. Ozgina bozorni ham analiz qilamiz. Ya'ni o'zimni analiz qilish uslublarim, nimalarga e'tibor beraman, shu narsalarni ko'rsataman. Oxirida YouTube kommentariyada, Instagram, Telegramlarda kelgan qiziqarli savollar bor. O'sha savollarni ham ko'rib chiqamiz. Обязательно hammasiga javob beraman. Videoni oxirigacha ham ko'rsanglar bo'ldi. Ketdi. Kelinglar. Hop, bu meni xonam. Men bu ko'rib turganlardek YouTube studiyam desa ham bo'ladi. Sizlarga mana shu YouTube'ga oladigan videolarim hammasini mana shu joyda olganman. Men bu o'zimning ish joyim, o'zim trade qiladigan, analiz qiladigan kompyuterim, mana shu joyda o'zim o'tirib ishlayman, tradelarni qilaman. Hop, kelinglar. Kelinglar, sizlar bilan birinchi bo'lib hamma qiziqadigan, hamma yaxshi ko'radigan aktivni ko'ramiz. Tilla oltin. Telegramda ham agar kirgan bo'lsanglar, ko'rgan bo'lishingiz kerak. Men bu urovinglarni ko'rsatganman. Bu urovingni men sizga hozir endi qayerdan kelayotganini ko'rsatishga harakat qilaman. Aslida uroving bizda ozgina historiya tarixdan kelyapti. Mana bu joydan kelyapti bizda. Urovinglar bilan ishlashni biladiganlar, uroving ishlatib yuradiganlar bilishadi. Tak 1 kasani, 2 kasani, 3 и 4 o'shandan keyin hozir to'g'rirog'i 2 kun oldin narx tepaga ketdi. Hozirchalik baydamiz. Tepada bizda yana bitta kutoladigan urovinglar bor. Mana shu urovingga juda yaqinlashib qoldik. O'ylashim bo'yicha agar mana shu joydan o'tib olsak, taxminan mana shu maksimumlardan tepaga o'tib olganimizdan keyin bizda nima bor edi? Mana 2950 bu ham psixologik narx bor. Mana shu atroflardan yana korreksiya berib keyin tepaga ketib qolishimiz mumkin va oxiri mana bu katta bizda flat zona bor. Mana shu flat zonadan chiqib ketsak kerak deb o'ylayapman. Bu o'sha oxirgi kelishimiz menimcha. Bu tilladagi men taxminim. Tillarni xullas shu narsani kutaman. Endi bu plan A deymizmi? Plan A. Agar hozir shu joydan masalan tepaga ketgandan keyin korreksiya yana ham chuqurlashib ketadigan bo'lsa, men aytgancha mana bu yerda plan B bor edi. Men buni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu zonaga kelib bersa ham agar yana bir marta bayga. Xullas, в любом случае bay, chunki tilla bizda trend tepaga ketyapti, narx tepaga ketadimi, pastga tushadimi? Любой уровеньdan, любой o'sha signal bo'lsa, bayga bo'lgan signallarni o'tkaza olmasligiga o'sha olishga harakat qilamiz. Hop, keyingi aktivimiz neft. Neftda ham juda ham qiziq narsalar bor. Hozir mana kattaroq time frame ga o'tkazsam yaxshiroq ko'rinadi menimcha sizlarga. Tak. Hozir mana buni o'chiramiz. Mana. Tak, bizda neftda nima bor? Neft juda ham kuchli impuls bilan o'sha tepaga o'sib ketgan edi. Urush paytlari, Rossiya bilan Ukraina urushi. O'shandan beri neft ketib beringlar, nima model chizyapti bizda. Katta uchburchak modelimiz bor mana. Mana shu uchburchak modeldan chiqishini kutamiz. Xullas, men pastga chegaralari ham juda ham zo'r ishlab beryapti. Mana bu yerda bir qaytargan, mana bu yerda yana bir marta qaytdi. Hozir 3-marta yana xuddi shu joyga qaytib kelyapmiz. Endi bizda nima bor bu yerda? Agar mana shu urovingimizni narxni haqiqatan ham qaytarib olsa, endi ozgina kichkinaroq time frame ga o'tamiz. H4 time frame da ham katta trendoviy liniya bor. Bu eng asosiylardan bittasi hisoblanadi. 1 soatlik time frame da ham mana masalan trendoviy liniya bor. Agar mana shu trendoviy liniyadan tepaga chiqsa, o'sha narx tepaga ketib qolishi mumkin shu bilan. Bayga ishlab ko'rsa bo'ladi. Atak uroving degan bo'lsa, yana pastroqda 85 ham bor ekan. Bekordan bekor qizil turmayapti. Belgilab qo'yganman bu narsalarni hammasini. Tak, narx 65.00 va hozirgi qaytayotgan joyi 66.00 ekan. Trendoviy liniyadan agar narx tepaga chiqsa, shu bilan narx tepaga ketib qolishi mumkin. Ehtiyot bo'lasizlar.
Faqat stop lossda bu yerda ozgina kattaroq bo'lishi mumkin. Endi men o'zi asosan bu hozirgi aytayotgan analizlarim hammasi swing trade'ga yoki bo'lmasam даже долгосрочныйga mo'ljallangan ideyalar. Intradayga, tim более scalpinglarga men hozir aytayotgan narsalar to'g'ri kelmaydi. Agar swing trade qilaman desanglar bemalol mana shu hozirgi aytayotgan ideyalarimdan foydalanib ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Neftni ham ko'rdik. Keyingisi S&P 500. S&P 500 вообще zo'r narsa hozir men ko'rib qoldim yaqinda qaranglar. S&P 500 da bizda nima bor edi oxirgi paytlar? Mamutdan boshlab bitta ko'ramiz qaranglar. Har doim mana impulsdan keyin korreksiya, ketdi yana bir impuls, 2 korreksiya, 3 impuls, 4 korreksiya. Men hozir o'ylayapman, mana shu bizda 4-chi to'lqin, ya'ni korreksionniy to'lqin bo'lsa, men bu yerda kuchli bitta zona ko'rinyapti. Mana shu zonagacha narx kelsa kerak deb o'ylayapman. Mana shu zonadan taxminan yana dalshi trend bo'ylab ketib qolishimiz mumkin. Mana bunday qilib trendni chizsak ham agar taxminan mana shu zonalarga to'g'ri keladi. Yana ozgina zapas xodi bor, pastroqga tushishiga. Narx hozir 5600 bo'lsa, demak, uровень bizda taxminan 5500, 5400 lar, даже 5300 maksimum, уже eng pastki chegarasi 5300 larga to'g'ri kelyapti. Taxminan mana shu diapazonning ichida любой bayga signal bo'ladigan bo'lsa, men kirmoqchiman. Shu narsani hozir kutyapman, poylayapman. Foydalanamiz xullas. Swing trade qilish maqsad bo'lsa, niyat bo'lsa, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Hop, bu S&P 500 edi, Nasdaq. Nasdaq bilan S&P 500 bir-biri bilan o'sha korrelyatsiya bo'ladigan aktivlar. S&P qachon tepaga harakati boshlansa, o'sha Nasdaq ham o'sha momentlarda tepaga harakati boshlanib qolishi mumkin. Asosiy nima deydi, katta time frame'dagi analizlarni bitta bundoq ko'rib oldi. Foydalaninglar, faqat xudo xolisa mana shu ideyalar ishlab berganidan keyin xudo xolisa foyda ko'rsanglar, kommentariyada bitta yozib qo'yasizlar o'zingizlarning fikringizni, qancha qilgan foydalanib. Visa, Mastercard, Pay. Email yozmoqchimiz? What this? Siz kontrolini shunga ketaman, qarang. Undan ko'ra ayting, hozir shu og'zimdan bo'lib qoladi. Korreksiya bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Yana bitta impuls bo'ldimi? Da. Impuls bo'ldi. O'tkazib yubordingizmi? Bo'ldi. Endi hozir buni korreksiyasini kutib. Bo'ldi, bugun уже o'tirganingiz foydasi yo'q, qarab o'tirganingiz foydasi yo'q. Agar intraday trade qilaman desangiz, o'sha moment o'tib ketdi. O'sha impuls o'tib ketib bo'ldi. Har kuni bitta impuls bo'ladi. Bitta, endi ikkita ham bo'lib qolishi mumkin, kamdan kam. Da 15 minut, chunki intraday ishlayapsiz-ku siz. Scalping qotgan bo'lsangiz, ko'maydi. 1 minutlik o'tib olsangiz. Yo'q, 1 minutlik. Просто hozir aytdingiz-ku, ishlagim kelyapti, kirgim kelyapti. Nima qilay deganingiz uchun men o'sha gapingizga men hozir sizga javob qilib aytaman. Bitta impuls o'tkazib yubordingizmi, bo'ldi, o'sha foydasi yo'q nomni o'tirganingiz. Agar hozir yana bayga kirsangizda, lekin narx korreksiya berib qolsa, foydasi yo'q. Boya ham tepadaligida 3 doza ham bayga kirgan ekansizda. Bozorda eshitgansizlar, qimmatligida sotish kerak, arzonligida olish kerak. Siz qimmatligida olyapsiz. Qimmatligida degani narx tepadaligida bay qilish kerak emas. Naborot, korreksiyani kutish kerak. Korreksiya bo'lgandan keyin bayga ishlasangiz bo'ladi. To'g'rimi? Soat 7:30 bo'ldi. Dars vaqtimiz ham bo'ldi. Hozir ozgina darsimiz bor. Sizlarga ham o'sha dars jarayonini ko'rsatamiz. Bugungi darsimiz xullas mana shu pulni to'g'ri boshqarish, общий money management, risk management, risklarni to'g'ri boshqarish, shu narsalar haqida bo'ladi. Har bitta ochgan paytimizda biz maksimum $10 yo'qotishimiz kerak. Undan ko'p emas. Iloji bo'lsa undan kam ham bo'lmasin. Stop loss $10 qo'yishimiz kerak. Da, stop lossimiz $10 bo'lishi kerak. Undan ko'p emas, undan kam emas. Bu narsa nimaga aytiladi? Har doim bir xil risk bo'lishi kerak. Agar har doim aniq risk bilan ishlamasangiz nima bo'lishi mumkin? Masalan, amatda bugun keldingizda bitta zek ochdingizda
Masalan, $20 minus qildingiz. Ketida yana bitta точка входа bo'lib qoladi. Kerak bo'lsa lotingizni oshirasizda $50 minus. Bundan keyingi zekingiz qancha? Mayli $10 minus bo'lsa, orada chonslar bardak. Kalkulyator yoqasizlarda. Risk qilmoqchi bo'lgan pulingiz qancha? $10. $10 ni bo'lamiz pipsga. Men 50 punktmidi, demak bu 500 pipsda. Ha? 50 punkt 500 pipsga teng. Demak $10 ni bo'lamiz 500 pipsga. 0.02. Tayyor formula. Xolasizlar eslab qolinglar. Pips degan tushunchadan asosan skalpellar foydalanishadi. Skalping nimaligini bilamiz-ku, to'g'rimi? Qisqa kichkina muddatda ishlaydiganlar ozginagina narx o'sib yoki tushgani ularda уже seriyozli foydalar ko'rinib ketadi ularga. O'shaning uchun ular pipslargacha hisoblaydi. Men masalan intraday trade qilaman yoki swing trade qilaman, men pointda yoki punktda gaplashaman. Pipslarni men hisobga olmayman. Pipslar menga unchalik ham katta raznica bermaydi. Xo'p, yana bitta misol qilamiz. Stop lossgacha bo'lgan masofa bizda 20 punkt yoki 200 pips. Necha lot bilan kiramiz? $10 minus bo'lish uchun. 0.2 bilan. Bitta formulaga solinglar-chi. Necha? 0.05. 0.05, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mana bu yerda ham hisoblaymiz. $10 risk bo'lamiz 20 punktimizda 200 pips bo'ladi, to'g'rimi? Demak 0.05 ekan. Mana darsimiz ham tugadi. Endi kommentariylarda berilgan eng qiziqarli savollardan bittasi, o'shanga hozir javob beraman. Mendan so'rashibdi. Razgonchilar bor, hozir hamma ko'ryapti. Instagramda razgonchilar ko'payib ketgan. Zo'r natijalarni tashishadi и bular natijasini ko'rgandan keyin любой odam qiziqib qoladi. Mendan xullas so'rashgan, razgonchiga pul bermoqchiman, nima maslahat berasiz? Razgonchiga pul bersam bo'ladimi? Ishonsa bo'ladimi? Men sizlarga razgonchilarning nayringlarini ko'rsatib beraman, hozir sizlarga aytib beraman, o'zingizlar bitta xulosa qilasizlar. Birinchi o'rinda razgonchilarni sizlar faqat Telegram kanalini yoki bo'lmasa Instagramini ko'rasizlar, lekin real qanaqa trade qotganini sizlar ko'rmayapsizlar. Sizlarga faqatgina zo'r o'xshagan natijalarni ko'rsatishadi. O'sha kichkina depozitlarni katta summaga olib chiqa olgan momentini ko'rsatdi, lekin ungacha nechta depozitni sliv qilganini sizlar ko'rmaysizlar, bilmaysizlar. Keyin bilsanglar agar aniq bitta summani olishadi razgonchilar. Masalan $500 yoki $1000 mayli, $100 nechta bo'lsa, aytaylikki $500 dan 5 ta odam pul berdi. Masalan, nechtasinikida sliv bo'lib ketadi. U slivsiz iloji yo'q. Любой, masalan, 10 ta odam kelsa, 10 ta odamdan-chi ishonaveringlar, 7 ta, 8 ta, 9 tasini pulini sliv qiladi. Bitta odamniki balkim o'xshab qolishi mumkin. O'xshab qolgan natijani sizlarga ko'rsatadi yoki bo'lmasam даже masalan, men bu yerda kimdir 500 berdi, $500 sliv bo'lib ketdi, to'g'rimi? Istoriya bor, qaysi kuni pul berildi, qaysi soatda pul qo'yildi va qaysi kuni masalan pul sliv bo'lib ketdi. Naryoqda yana bitta $500 boshqa pul bergan odam ham bor. Uni akkaunti esa kerak bo'lsa, haqiqatan ham razgon o'xshagan. O'sha qo'ygan $500 kerak bo'lsa 5000 bo'lgandir yoki bo'lmasa 10000 bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Lekin o'sha puli $500 10.000 bo'lgan klient keladi-da, mijoz keladi-da, qani meni pulim nima bo'ldi? Foydani yechamizmi degan paytda kerak bo'lsa o'sha noinsof razgonchi aytishi mumkin, "Aka, uzr, sizni pulingiz sliv bo'lib ketdi" deydi. Qani ko'rsat deydigan bo'lsa, o'sha boshqa bitta mijozini, klientini masalan puli sliv bo'lgan akkaunti bor edi, istoriyasi bor edi. Shunda o'sha istoriyani ko'rsatadi. Mana aka, menga pul bergan kuningiz bilan sirasi akkauntni to'ldirganman. O'sha kuni masalan pul sliv bo'lib ketdi, uzr deydi. Ana odam ham boshida nima deydi? Pulga rozi bo'lib pul bergan, o'zi boshdan kelishuv bo'ladi, to'g'ri? Depozitga rozi bo'lsangiz, agar berayotgan pulingizga rozi bo'lsangiz, razgon qilib berishi mumkin deyshadi. Xullas,
ana odam ham o'sha gaplar esiga tushadi, bo'ldi mayli xo'p deydi-da, shundoq ko'zni yumadi chiqib ketadi. Lekin noinsof razgonchi o'sha 500 ni ujini yetishtirmay qilib qo'ygan, bo'ldi, puli cho'mchib yuradi. Tushunasizlarmi? Razgonchiligi hammasiga ham ishonch yo'q. Mashinniklari juda ham ko'p. Keyin maslahatim o'zi kerak emas, qanaqa razgondan sizga qiziqish kerak emas-ku, lekin mabodo razgonga depozit bermoqchi bo'lsanglar, agar qat'iy o'sha treyderingizga ishonayotgan bo'lsangiz, maslahatim o'zingiz bitta akkaunt oching. O'sha o'zingizga ma'qul bo'lgan, o'zingizga ishonchli bitta brokerdan akkaunt oching-da, o'sha razgonga berayotgan pulingizni o'zingiz akkauntingizga qo'ying. O'zingiz depozit qiling-da, keyin o'sha akkauntni login parolini, MetaTraderning login parolini traderga bering, bemalol o'sha login parolga kirib trade qiladi. Lekin siz bu yerdan yutasiz, pul o'zingizni hisobingizda turibdi, ertaga sizni aldab keta olmaydi. Mana shunaqa pulingizni kerak bo'lsa razgon o'xshagan taqdirda ham o'xshamadi deb sizni uxlatib olmaydi. Maslahatim, pul o'zingizlarni boshqaruv uylarda bo'lgani yaxshisi, ma'qulroq. Keyin razgonchilarning yana bitta qiziqtiradigan nayrangi bor. Men sizga hozir buni ham aytib beraman. Balkim o'zingizlar ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, eshitgan bo'lsangiz kerak, ba'zi brokerlar bor. Ba'zi brokerlar demo hisobni real serverda masalan ochish imkoniyatini beradi. Ya'ni real serverda qanaqadir bitta akkaunt bo'ladi, ichida pul bo'ladi, lekin aslida u real emas, demo hisob bo'ladi. Menga bunaqa brokerlar murojaat qilishga, masalan, chiqishga, mana shu akkauntlarimizni reklama qilib bering, bizni reklama qilib bering degan takliflar bo'lgan, lekin men bu takliflarni masalan birontasini qabul qilmaganman. Hech qaysi brokerni men shu paytgacha birontasini hali reklama qilmaganman. Lekin o'sha razgonchilar asosan bu ish bilan shug'ullanishadi. Broker ularga demo hisob beradi, lekin real serverda. Bundoq qarasangiz, bilmaydigan odam bundoq qaraydi, real akkaunt ekan deb o'ylaydi. Ichida puli ham bor. Mana shunaqa akkauntlardan broker razgonchiligi bitta emas, bir nechtasini beradi. Xohlaganicha nech pul depozitsa o'shanaqa depozit qilib beradi. Razgonchi nima qiladi, uni olib razgonni qiladi. Yo'qotadigan narsa yo'q-ku, qaysidir akkaunt o'xshab ketdi, qaysidir akkaunt o'xshamadi. Lekin o'xshagan akkauntlarini polniy hammasini screenshotlarini olishadi. Video zapislarini olishadi. Ketdi shu bilan Instagram, Telegramlarga bosib qo'yiladi, reklamalar cho'tga qilinadi. Buni ko'rgan любой odam, o'sha oddiy tradingdan tushunchasi yo'q bo'lgan odam ko'rib, havasi kelib, o'shalardan borib o'sha xizmatdan foydalangisi keladi. Mana bu tradingdagi bir ozgina nohaq yoki oddiy xalqni aldashning yo'llari, usullari. Sizlar mana shu narsaga aldanib qolmasligingiz uchun mana shu informatsiyalarni hozir sizlarga yetkazayapman. O'zim bilgan mana shu traderlarni ishlatadigan nayranglarni sizlarga aytib berdim. O'zingiz bu yo'lga xulosa qilib, o'sha siz ishonayotgan, ko'rayotgan odamingiz bilan ishlash yoki ishlamasligini o'sha o'zingiz qarorini qilasiz. Bu hozirgi aytgan narsalarim hamma traderlar bir narsadan foydalanadi degani emas. Lekin orasida mana shu nayrang qiladigan, odamlarni aldaydiganlari ham juda ham ko'p bo'lgani uchun bu informatsiyalarni sizlarga aytdim. Xulosani o'zingizlar qilinglar. Hammaga xayr.